Tahoratdan keyin qilishimiz kerak bo'lgan, lekin bugungi kunda ko'pchiligimiz tomonidan unutib yuborilgan 5 sunnat. Birinchisi, tahoratni mukammal olgandan keyin kalima-i shahodatni aytmoq. Kim tahoratni mukammal olib, ortidan ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu desa, qiyomat kuni jannatning 8 ta eshigidan chaqiriladi va u xohlaganidan kiradi. Ikkinchisi, 10 marta salovat aytmoq. Kim tahoratdan keyin 10 marta payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga salovat aytsa, g'am qayg'ulari ketadi va duolari qabul bo'ladi inshaalloh. Uchinchisi, tahoratdan ortgan suvdan 3 yutum ichmoq. Kim tahoratidan ortgan suvdan 3 yutum ichsa, 70 ta dardiga shifo bo'ladi. To'rtinchisi, Qadr surasini o'qimoq. 1 marta o'qigan qiyomatda siddiqlar bilan, 2 marta o'qigan shahidlar bilan, 3 marta o'qigan payg'ambarlar bilan tiriladi. Beshinchisi, 2 rakat nafl namoz o'qimoq. Kim tahoratni mukammal olgandan keyin ortidan 2 rakat nafl namoz o'qsa, o'tgan gunohlari kechiriladi.